Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda Dadasi, uyg'on, Tilak. Oy. Tunam qisqa, kunam qisqa. Na uyquga to'ymaysan, na bironta ish qilib ulgurmaysan. Voy voy. Soat necha bo'ldi? Dadasi? Rosa uxlaman o'ziyam. Dadasi? Kelin? Oybejon? Qanisizlar? Kelin? Voy. Nima harakat? Voy, mana kelin olish boshqacha-da. Voy. Hay kelin poshsha, tuzimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldingizmi ojon? Rahmat jonim, o'zingiz yaxshimisiz? Ha bu nima harakat? Ojon, men tayyorlamadim bularni. Voy, kim tayyorladi? Bilmadim. Xayrli tong, assalomu alaykum. Xonimlar hech kim qimirlamasin. O'tiring keling. O'tiring. Joyingizga o'tiring qizim. Bugun xalqaro dunyodagi eng chiroyli insonlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Esimdan chiqmasdi. Nimaga esimdan chiqib qoldi, dadasi? Yo'q, siz esingizdan chiqsa, men esimdan chiqmaydi. Xonim, qani, bugun sizlar izzatda, biz xizmatda. Bo'g'labom, sharbat olib keling. Assalomu alaykum. Marhamat, xonimlar. Bayraminglar muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan aziz ayollar. O'g'lim. Choy ichasizmi, sok ichasizmi? Kim xohlasa choy, kim xohlasa sharbat. Dadasi? Hop. Kofe yo'q. Kofe endi Navro'zda bo'ladi. Mana kofening rangida sharbat bor onasi. Mayli. Xonimlar. Voy, shunchalik uchun rahmat. Sizlar shoshmay turasizlar, hali syurprizlarimiz juda ham ko'p. Xonim. Qara. Marhamat. Voy, mazza bo'ladi. Bayramingiz bilan onajonisi. Qani? Mana sizga Ona yurtning bag'rida zolasi, Toshkent piyolasi. Mana hozir. Yoshligimda yangi kelin bo'lgan paytimda mana shu she'rlarni aytib berardilar menga ashula qilib. Judayam. Oybejon, o'zingizga o'xshaydi. Men seni sevaman g'uncha labida, o'pishdek titragan shabnam misoli. Xuddi shunaqa. Men seni sevaman kunning qo'ynida, Men ham. tundek eriyotgan bir sham misoli. Bayramimizda to'rakimiz qilib, jatinzalab yormaymiz. Bu bilan bitta sakkizinchi marta. Endi kinolarda ko'rganman. Kamroq ko'ring kino. Bayramingiz bilan. Jonim, umringiz uzoq bo'lsin. O'zim merim. Aynan jonim. Rahmat. Aleykini daraxtda yodlab oldim-da. Men hozir shoshilmaymiz. Surprizlar davom etadi. Nega olmayapsan? Ona yurtning bag'rida zolasi, lobar dugonasi. Voy tavba, voy, lobar bizga yetadigan yengilliklar bo'lyapti, o'zi ham o'zini tashlab yuboradi. Lobarxon dugona. Anaqa qiling, Hali tashimiz hammasi chiroyli bo'lsa, hozir yemay turing. Chiroyli qilib olamiz. Lobarxon bilan eshitsa bormi? Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan,
muqaddas hayot. Hurmatli xonimlar, Sovg'alar. Voy umrlaringiz uzoq bo'lsin jonim. Rahmat. Bunchalik yaxshisiz jonim, adajonisiz. Buncha og'ir nima bor bu ichida? Shoshilmang, o'zim ochib O'zingiz ko'raman. tanladingizmi yo o'g'ringiz tanlashdimi? Albatta o'zim, nima deganingiz? Albatta o'zim. Hozir. xonimlar, sizlar bezovta bo'lmanglar, ovqatga qaranglar, marhamat. Kelin, ochib oling. Ana rasmini olamiz. Pastga tashlaymiz. Gullarni qarang. Hamma yoq tayyor. Ovqatga ham bosib qo'ydim olasi. Bugun tushlikka ham ajoyib ovqat qilganman. Nega sovg'an ochmaysiz, onasi? Menga bering chiqaring. Qani. Sovg'ani ochmayapsiz-ku, ruxsat. Albatta. Ruxsat. Rasmga olib. Qo'ysangchi rasmni. Telefoningni berib turib, ana qarindoshlar gruppasiga Shu birovni ko'rsating. Qo'ysanglarchi. Voy, qanaqa. Menga qarang. Sovg'an olasizmi yo 100 ming so'm olasizmi? Bir hali pulchi deb qo'yar, Leonid Yakubovich bo'lib, ha? Dadasi, Oh. sovg'ani ham berasiz. 100 ming so'mni ham berasiz. Oo. Chunki bayram. Pulchi deb bo'lish qimmatga tushar ekan-ku. Detektiv bo'lib ketdi bu yoq. Qani ko'zni yumib turing, ko'zni yumib turing. Yumdim. Tada! Kelin poshsha nima ekan? Tada! Voy, dadasi. Eng oxirgi model. Bering. Og'irligi ham meni kiloyim bilan bir xilda, xonajonisi bayramingiz bilan. Voy, chiroyli. Muborak bo'lsin ona. O'zim taqib qo'yaman. Bering xonim. Juda katta Eng ekan. dahshati, eng dahshati. Nechi gram bu? Kilodan gapiring onasi, kilodan. Voy jonim, dadasi. Nechi kilo bu deng? Voy, boringizga shukur. Taqalmayapti. gaplaringizga taqib borsangiz bormi? Lobar o'rtog'ing tugaydi. Aniq tugaydi. Kelin, Rosa yoqdimi sizga? Rosa chiroyli ojon. Jonim. Menga taqib. Qani, kelin sovg'asini ko'raylik. Kelinga Nima ekan? ajoyib. Och. Hozir onajonim. Tada! Malibu! Ojon. Tabriklayman. Bir umr orzu qilganman Malibu. Muborak bo'lsin bayramlaringiz bilan. Qizim. Arziysiz bunga. Judayam ajoyib, sizga yoqqanidan xursandman. Senchi endi hozir bayramda bunaqa ishlar. Ana? Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mana uni yarashganini qara. Qarang-a, yarashganini qarang. Qo'ysenchi bugun. Kelinga Malibu. Menga menchagina sipochka, a? Yo, bu eng yangisidan Men faqat oxirgisi. kichkina sipochkaga arzidirman. Men sizga xotin bo'lganimga necha yil bo'ldi? A? Qo'ysenchi bugun Men seni necha yildan beri onayman. Umida Mirhamidovna, qo'ysenchi bugun bayram endi yoshlar ichida mana uni yarashtirganini qarang. 25. Eng oxirgisi, yangisi, og'irgina. 25 yildan. Sizga beraman ojon. To'xtang. Ana shu mashinada birga yurasizlar, sen orqada rahbarlarga o'xshab ketasan, bu oldida olib yuratda kelining. Ojon, gaplaringizga olib boraman haydab qaqa desangiz. Ha, ana qayerqa desang olib boraman deyapti. Uni ustiga hayd. Kerak emas. Shopir ham bor ona. Mani dugonalarim hammasi o'zi rolda yuradi. 25 yildan ortiq sizga xotin bo'ldim, mana unga ona bo'ldim, ha. Menga endi bitta kichkinagina mana shunaqa sipochka taqib, kelinga hali 1 yil bo'lmasdan Malibu beryapsizlarmi? Menga chidamayman. Menga chidamayman. Ikkan narroq qilaylik. Mani xizmatlarimchi? Bu uyda xotinni, onani o'rni yo'q. Bu uyda hech kimning o'rni yo'q. Kelinni o'rni bor, xolos, kelinni o'rni. Mana uni yeching. Qo'ysenchi yarashtiribdi. Yeching dedim-mas. Hozir. Kerak emas. Meni ham Kerak emas. tep boradi hozir. Jahli chiqib qoldi. Chidamayman. Men chidamayman. Ha, bu lobarga ko'rsatib chiqmaysanmi? Ha, lobarga nima deb aytaman, dadasi nima deb aytaman, qanachi deyman. Ha, buni eshitsa, voy kelin, Malibu opda o'ziga o'zgina kichkina sipochka taqdi degan gapni lobar eshitsa qanaqachi deyman. Qanaqa aytaman bu gaplarni, dadasi qanaqa? Malibu meniki bo'lish kerak. Qo'ysenchi, kelinning mashinasini nima qilasan sen? Menga qarang. Ha. Olib berasizmi yo'qmi? Ana shu Malibuni olib berasizmi yo'qmi? Yo'q. Malibu meniki bo'lish kerak. Voy dadasi, Malibu meniki bo'lish kerak. Meniki bo'lish kerak. Mirhamidovna, o'zingiz bosing. Berasiz. Malibu meniki. Voy. Hey! Qanaqa Malibu? Nima Malibu o'ldirib qo'ydi deb meni? Voy, dadasi kechirasiz. Tush ko'rinmanda. Hech tushini ham. Tushimda Malibu olib beribsiz. Shunaqa ham sovuq tush bo'ladimi? Seni tushini eshitib, men chiqib qo'yay dedim hozir. Bo'ldi, dadasi, qo'rqmang, qo'rqmang. O'ldirib qo'yay deding. Kechirasiz, men bilmayman-da, kechirasiz. Malibumish. Bir Spark'dan arzonroq tush ko'rsang bo'lmaydimi? Tushni qara, qimmatliligini. Kechirasiz, dadasi. Seni tushini eshitib, men chiqib qo'yay dedim. Yo'q, men qattiq qo'rqdim.
kelin. Voy kelin poshsha. Labayjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi, oyijon? Assalom. Bayramlaringiz bilan, oyijon. Ketdik, qanaqa bayram? Bugun 8-martku. Voy, aytganday. Qarang. Bekorga emas ekanda. Mayli, ilohim. Sog' bo'ling, qani ilohim. Ilohim o'g'lim bilan qo'sha qaring. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, jonim. Baxtli, saodatli bo'lib, meni baxtimga o'ynab kulib yuringlar. Amin. Choysan qo'ying. Yaxshi dam oldingizmi, oyijon? Voy, bir ajoyib dam olman deng. Hali ham uyg'ona olmayapman. Ajoyib tushlik ko'rdim. Qanaqa tush ko'rdingiz, oyijon? Ay, men aytmay, siz kulmang desam, ha? Juda qiziq tushga o'xshayapti. Alo. Yo'q, hali hech kim olmadi korobkani. Kuzatib turibman, ha, kuzatib turibman. Aloqaga chiqaman korobkani olsa. Xo'p. Dada, o'zi ham rosa uxlab qolibmiz-da. Ha endi shalpayib uxlaganingizdan keyin uxlab qolasiz-da. Hech narsa qilmaydi. Kun endi boshlandi. Hali hamma narsaga o'sbet qilamiz. Men ana gul do'konga o'taman. Siz men aytgan narsalarni borib olasiz. Yana anqayib, tuftalardan olmasdan yaxshi-yaxshilardan oling, xo'pmi? Ha, bo'pti dada. Menga qarang. Yana shalpayib men kutib o'tiravermay, ha? 1 soatdan keyin ana kelishgan joyda ko'rishamiz. Xo'p, bo'pti dada. Menga qarang. Yana lalayib yuravermay, radar-padarlarga tushib, remenni taqib oling. Xo'p, nimaga lalayman dada? Bo'pti, xo'p. Aylanib ketay bo'bla-bo'min. Bo'pti. Assalomu alaykum. Ye, rais o'g'li yaxshimisan? Yaxki. Mana qarang, rais o'g'li. Xo'p, oyati. Men korobka bor-ku. Assalomu Nari alaykum. do'kon o'g'ligingiz. Yaxshimisan? Nari do'kon tashlab ketgan shundoq. Bu korobkani. Ha, meni aytgan berib qo'ysang bo'ldi, o'zi biladi. Ozgina shoshilayotgandim-da boyata. Ha, tashlab ket yo'ling shunday hech qilmaydi. Mana antda 2 qadam yo'l. Sizga yo'lda bo'lam. Bo'ldi boyata. Meni berib yuboradigan bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi. O'zing yaxshimisan? Rahmat boyata. Ishlaring yaxshimi? Zo'r. Ha, mana dedi. Ehtiyot bo'lgan yo'llarda, xo'pmi? Berib qo'ysam bo'ldi, boyata. Bo'ldi. Mana qara, tog'ang ketdimi? Ishkari bo'ldi-yu. Ketdimi? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, salom ber tog'angga. Xo'p, boyata, berib qo'yaman. Bo'ldi, berib qo'y. Rahmat, barakatlar. Rais o'g'limi? Yo'lda ehtiyot bo'l. Nima bunga rais o'g'lining ham aloqasi bormi? Shoshilma, radar bor yo'lda. Remen taq. Shoshila bo'lmasa uyingga. Ha, rais. Yo'q, posmon tinchlik. Qo'lingizni orqaga qiling. Qimirlamang shotga. Tinchlikmi, posmon? Oybejon, orqa eshikni oching. Oching orqa eshikni. Ishdimi yo'q, posmon? Yo'qqa yuring. Tinchlikmi? Nimalar qilib yurganingizni bilasizmi? Bu nima? Shukram aka bergan korobka magazinga ber dedi. Siz nimaga aralashib qolganingizni bilasizmi, Oybejon? Tinchlik. Nimaga aralashib Katta qolaman? miqdorda kontrabanda bilan shug'ullanlikda ayblanasiz hozir. Sizga nisbatan jinoyat ishini ochamiz. Bayonnoma tuzamiz. Ekspertlarni chaqiramiz. Posmon. Yep. Nima deyapsiz? Kimligimni bilasiz u posmon? Bilganim uchun aytyapman Oybek. Sizdek odam, ha, o'qimishli. Mahallamiz oldi yigitlari. Dadam kutib turgandi. Hozir kech qolsam urushadilar. Shunga tezroq borsam, maylimi posmon? Keling endi. Oybek. 20 yil.
Endi Gulduşab ja uzoq turaman shekilli. Bu bilibon qayda qoldi? Ha, rais, tinchlikmi? Gul ko'taryapsiz? Hey, Xolbek. Ha, endi bugun bayramga uyga ayollarga. Hal, o'zingiz yaxshimi? Qayoqda qoldi endi bu bilibon? Vohmaq, men posbon nima deganingiz u? Hech qanaqa vahimasi yo'q, o'tiring. Alo. Ha. Ha, o'sha korobkasi bor mashina. Mahallaning, ha, Oybejon. Ushadik. Xo'p, kelinglar. Ja ushadik devormen, jinoyat chiqvormen, posbon. Bu yog'ini endi ichki ishlar hal qiladi. Ichki ishlarga telefon qildik, 10 minutda yetib keladi. Ekspertiza ham keladi. Sizni tekshiramiz. Nima yetishmaydi Oybek sizga? Nima yetishmaydi deb jinoyat. Yangi uylangan bir butun mahallamizning mard yigitlaridan bo'lsangiz. Bu korobka Shukur amakiga ishonmaysizmi siz? Nima qanaqa kontrabanda Oybek. berishi mumkin? Shukur amakini kimligini bilasizmi? Katta miqdorda kontrabanda bilan shug'ullanadi Shukur aka. Ya unaqada menga bilmayman. Biz bilmasak gapirmaymiz. Keling shu korobkani ochib ko'raylik, nima borligi. Mumkin emas. Guvohlar kerak. Ha, mana ikkovimiz guvohmiz. Men sizga guvoh, siz menga guvoh. Iloji yo'q. Siz jinoyatchisiz. Men esa xodimman. Mumkin emas. Dadam kutib turgandida posbon, tez bormasam bo'lmaydi. Nima qilamiz endi? Ishimiz shu. Kutadilar. 20 yil kutadilar kerak bo'lsa. Qayoqda yuribdi endi bu? Dadani zahri urdi. Boladan darak yo'q. Ha, mahallaning boshida. Xo'p, bo'ldi. Kelib qolishdi. Posbon, keling shuni ochaylik. Shoshib turibdi. Iloji Unaqa yo'q. vahima qilmang. Mahallamizda unaqa odamlar yo'q-ku, posbon. Oybejon, to'g'ri tushuning, ilojimiz yo'q. Buni guvohlarsiz ocha olmaymiz. Posbon, siz mendan shubha qildingizmi? Dadamga nima deyman? Hozir kech qolib ketaman u. So'g'ami tikib. Posbon, keling shuni ocha qolaylik. Men shoshib turibman, posbon. Bu nima? Ko'rdingizmi, posbon? Qiziga 8-marta sovg'a. Ya, endi Laptopda-yu. endi biz buni bu bo'lishi mumkin emas. Qiziga berib yuborgandir narsa. Nahotki adashdim. Biron narsasini ham tegdik. Posbon. Yo. Oybejon, siz to'g'ri tushuning. Bu endi ishimizda bizni. Biz xavfsizlikka qaraydigan odammiz. Mahalla tinchligi kerak bizga. Siz noto'g'ri tushunmang. Qo'ying. Faqat noto'g'ri tushunmang. Qo'ying, posbon. Dadam ham kutib qoldi. Yana bir iltimos, shu gaplar oramizda qolsin. Rais boboga aytib yurmang. Gap, men o'zi sizga ishonardim. Siz o'zi nima deydi, bir mard odamsiz. Siz menga ishonardingiz. Albatta. Hozir jinoyatchi deyotdingiz-ku. 20 yilga qamayotdingiz meni, posbon. Yo, Oybejon, bu gumonlanish. Biz endi ishimiz shu, to'g'ri tushuning endi. Mahallani osoyishtalik bizning burchimiz. Posbon. Yo, lekin sizga nisbatan yomonligimiz yo'q, Oybejon. Bildik yomonligingiz yo'qligini, posbon aka. Hozir mashinani olib turaman. Tezda jinoyatchiga chiqarib yubordingiz. Bu 5 minut ichida yaxshi odam endi jinoyatchi qilib qo'ydingiz. ishimiz shuda, Oybejon, to'g'ri tushuning. Ha, ishga ham e'tibor bilan qarash kerak, posbon.
Yo'q, Oybejon. Xafagarchiliksiz. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Shu jinoyat ishini ochganimda zo'r bo'lardi. Mahallaga uchastkova o'qitardim. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Rais bo'lga yetib qo'ymasmikan? Yo'q, Oybek, o'zimizni mard ukalardan aytmaydi. Surprizini chiqardi bu boblabom. Qayoqda yuribdi bu? Sharmanda. Hozir kirsam ayollar gulni ko'rsa birpasda hozir sezib qolishadi nima bo'layotganini. Shuncha harakatni, shuncha qilganimni deydi yana o'qituvchi ayol. Unda uyga kirmasam sovqotib ketdim. Kirsam ayollar ko'rib qolsa. Bekinib kiraman shekilli endi o'zim uyimga. Mayli. Shunaqa qilamiz. Qayoqda yuribdi endi bu? Tavba. Ha, rais, o'zingizga ham o'g'riga o'xshab kiryapsiz? Yo'q, xotin bilan ozgina prikol bo'lyapti. Ha, yaxshi. O'zingizga ham o'g'riga o'xshab kirish g'alati ekan. Ha, rais, o'ylayapsiz. Hay yo'q. Xotin bilan ozgina prikol qilyapti. Shuni ham ko'rib qolganingiz. Boring ishingizni qilsangiz shunday ko'rib. Gaplashib o'tirishibdi. Nimani gaplashib o'tirishgan ekan? Tavba. O'zingning uyingga o'g'riga o'xshab ketding. Oshxonada o'tirib eshikni tagida. Qayoqdan kiraman? Gulni bekitish kerak. Spalnidan kiraman. Oyjon, hovlida kimdir yuribdimi? Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda.